Ogoh bo'ling, Namangandagi dahshatli fojia haqida yana bir shoshilinch ma'lumot e'lon qilindi. Namangan viloyatida pravasiz 16 yoshli qiz boshqaruvidagi Spark kanalga tushib ketishi oqibatida mashina ichidagi 2 kishi, qizning onasi va singlisi halok bo'ldi. Qizga mashina boshqaruvini bergan ota va uning o'zi shifoxonaga yotqizildi. Bu haqida Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 23-mart kuni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro o'z boshqaruvidagi Spark rusumli transport vositasini hali voyaga yetmagan, haydovchilik tajribasi yo'q 16 yoshli qizga topshirgan. Haydovchining o'rniga qizi, old o'rindiqqa esa o'zi o'tirgan. Orqa o'rindiqda esa qizning onasi va 10 yoshli singlisi ham bo'lgan. Voyaga yetmagan qiz avtomobilni ichki yo'lda boshqarib ketayotib, yo'lning xavfli burilish qismida o'ng tomonga burilayotgan vaqtida tajribasizligi oqibatida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tomonidan o'qib o'tuvchi Andijon kanaliga tushib ketgan. Bildirilishicha, hodisa oqibatida orqa o'rindiqda kichik qizaloq va ona nafas yo'liga suv to'lishi tashxisi bilan vafot etgan. Voyaga yetmagan haydovchi va unga rulni bergan ota tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan.